Assalomu alaykum, mani go'zallarim. Mana bugun bizga go'zal bolacha keldi. Ko'ryapsizlar, qanaqa chiroyli og'izlarini ochib, dumboqqina kulib qo'yishlarni ko'ryapsizlarmi? Bu kim deb o'ylaysizlar? Bu katta bulbulchalari bo'lgan, chiroyli, simpatichniy o'g'il bolacha. Oyisini, ko'zini atrofi ishgan. Agar sizni yuzingiz, ko'zingiz mana bizaga tosh davridagi kelin keldi. Bizga chivicha tosh davrida telefoni ham yo'q. Zamondan uzilib qolgan mana go'zal qizim, bu vodiylik kelin. Ana bolasi juda chiroyli, o'zi ham bir 7-chi homiladorligi. O'g'il deb qiz tug'di. Nechta qizimiz bor? 3ta qizi bor. Mana hozir o'g'il bolasi. Mana o'g'ilcha, o'z o'g'illigiga ishonmayapti. Shu darajada buni ongiga singdirib tashlashganki, u o'g'il homiyligan darajada deb o'zini his 72 soat. Assalomu alaykum qizlarjonlar, yaxshimisizlar? Mana bizga hozir bitta ayolimiz keldilar-da. Nima deyishga ham odam hayron. Bolachasini yurakchasi urmay qolganda, prosta sog'lig'iga juda bee'tibor bo'lyapti. Shamollagansizlar, yuraverasizlar. Shamollasanglar, yuraklarini bir orada tekshirtirib qo'yinglar, lo'rga chiqinglar, burunni tortib yuravermanglar. Pul bo'lsa chiqaman demanglar, sog'liqdan ustun